Amerikaning Beyjingdagi elchixonasi Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldin hafta e'lon qilgan Uyg'ur elining kishilik huquq vaziyati haqidagi bayonotini 3 sentabr kuni o'zining rasmiy to'rida Xitoycha e'lon qilgan. Beyjingdagi Amerika elchixonasining to'r betini Xitoydagi millionlagan to'r kezarlar Xitoyda turib ko'ra oladigan bo'lg'achqa, bu ahvol Xitoyni intayin bearam qilganligi ma'lum bo'lmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komisarlığı İşxanası 2022 yılı 8 ayının 31 günü Uyghur elirge kişilik hukuk ahvali haqida doklad e'lon qilganligining 2 yiliga munosabati bilan Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilgan edi. 3 sentabr kuni Amerikaning Beyjingda turishliq elchixonasi va konsulxonalari bu bayonotning xitoychisini e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Matthew Miller e'lon qilgan bu bayonotda mundaq deyilgan. 2022 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari İşxanası köp yıllık təşrişdən keyin Şinjan'da ağır kişilik hukuk dəpsəndəçiligi yüz berib kəməkdə dəp xulası çıxarğan idi. Amma bu xulası çıxıb 2 yıldan keyinmi Xitayning uni inkar qilishi, kişilik hukuk Ali Komissarlıq o'tirg'a qo'ygan xalığancha tutilganlarni qo'yib berish, muajiratdagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga tahdid selish, ulardan o'ch olishni to'xtatish, insonlarni qiynash, jinsiy jihati xorlash, majburiy emgakka selish qilmishlarini tashirish haqidagi takliflarni rad qilishi Amerikani qattiq umidsizlantirdi. Bayonotda Birleşken Devletler Teşkilatı amaliy tashirish orqali hukm qilgan xalqaro jinoyat bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin deb qaralgan bu jinoyatdan Xitoyning qo'l uzishi kerakligi, bunda qabih zo'ravonlikni amdi to'xtatishi kerakligi ta'kidlangan. Amerikaning bu masalada xalqaro jamiyat bilan birlikka kelib, Xitoyning qabih bostirishida ziyonkashlikka uchraganlarning haq-huquqlarini qo'g'daydiganligi, bu ishda jinoiy javobgarligi bor shaxslar va shirkatlardan hisob oladiganligi bildirilgan. Bu bayonot e'lon qilingandan keyin 2 sentabr kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning axborot e'lon qilish yig'inida Amerikani ayblab, Amerika hukumati haq-nahaqni ostin-ustin qildi. Xitoyning ichki ishlariga aralashdi. Xitoyning Xinjiang siyosatiga dog' tekkizdi. Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi. Amerikaning Xinjiangni qalayimqon qilish g'arizi cho'qim mag'lub bo'ladi degan. 美方一再拿所谓评估报告做文章，充分暴露了他们借涉疆谎言遏制、打压中国的险恶图谋，充分证明了他们就是这份虚假报告的幕后黑手。 Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Miller bu bayonot haqida X'da uchirib bergandan keyin Xitoyni qo'llaydigan inkoschilar uningga tushmutishdan hujum qilgan. Ba'zilari hozir irqiy qirg'inchilikka uchrayotganlarning Uyg'urlar emas, G'azodagi Falastin xalqi ekanligini da'vo qilishgan.